ancha tegib ketdi. Sira bor joyingda yo'q. Dadasi, tinchlikmi? Nimaga uxlamayapsiz? Uyqum kelmadi xotin. Sen nimaga uxlamayapsan? Qizimiz tushimga kiribdi. Bezovta bo'lyapman. Borib ko'rib kelaylik. Soatga qaradim, soat 3dami? Iltimos, yo'q demang. Yuring. Boraylik. Pasench xotin. Judayam bezovta bo'lyapman. Ha, keldik. Nima qilamiz endi? Dadasi, chiroq nimaga yoniq ekan? Men qayerdan bilaman nimaga yoniq? Telefon qilib ko'ring. Qizimiz yaxshimikan? Judayam xavotir olyapman. Sen jinnimisan? Falaq telefon qilaman o'zi, yarim kechasi. O ahmoq. Bolada nima edi? Shu begunoh qizaloq bizga omonat-ku. O'shalar farzand ne'matini his qilsin deb berdi bizga. Senga ham farzand bo'lsin deb berdi. Kelganiga 3 yil bo'ldi. Qani, hali ham bergani yo'q farzand. O bebiya, berilgan ne'matni qadrlasang, mehr bersang, yaxshi ko'rsang, birovni farzandini o'zingnikidek ko'rsang beradi Alloh ham. Kelganidan beri xushlamaysan. Begunoh bolada nima ayb? Uni ham ota-onasi bor. U ham baxtli yashash mumkin edi. Go'zal bolaligini mehr, muhabbatga cho'milib yashash mumkin edi. Sen uni beg'ubor yoshligini yo'q qilding. Sen unga o'gaylik qilding. Bilib qo'y. Alloh senga hech qachon farzand bermaydi. Shuni unutma. Bu nima deganingiz? Fayzullayevani yaqinlari kim? Bas. Xavotir olmang, aholilari yaxshi, yaqinda ota bo'lasiz. Tabriklaymiz. Ota bo'laman.